Bugungi mavzumiz semasiologiya fanidan leksemaning paradigmatik va sintagmatik munosabatlari haqida to'xtalib o'tamiz. Demak, ushbu taqdimotda biz til birliklari orasidagi munosabatlar, paradigma, paradigmatik qator, sintagmatik aloqa, keyin iyerarxiya munosabati, lisoniy ziddiyat, noto'liq ziddiyat, darajali ziddiyat, teng qiymatli ziddiyat, ziddiyatning kuchli va kuchsiz a'zolari, binar va ternar ziddiyatlari haqida shu tushunchalar haqida gaplashamiz va shu tushunchalarni izohini ko'rib chiqamiz. Maqsad tilshunoslikning ushbu muhim jihatlarini chuqur o'rganish va ularning til tizimidagi o'rnini aniqlash hisoblanadi. Demak, boshladik. Paradigmalar va sintagmalar. Paradigmalar deb til birliklarining tanlanishiga imkon beradigan paradigmalar muhimdir. Lisoniy birliklar bir-birini eslatib turish xossasiga ega. Ya'ni biror bir gapni biz tuzishimizdan oldin, misol uchun kelishib qo'shimchalar orqali tushuntiray. Misol uchun ni o'rnida biz dani ishlata olmaymiz. Ya'ni o'zini eslatadi. Agar niga aloqasi bor so'z kelsa, misol uchun kitob o'qidimda, kitobda o'qidim emas, kitobni o'qidim. Bu o'rinda kitobni o'qidimdagi ni o'zini eslatadi. O'zini eslatib turish xossasidan foydalanadi. Ya'ni bir-birini eslatib turish hodisasiga ega ekan har bir birlik. Umumiy o'xshatish belgilariga ega bo'lar ekan. Umumiy belgilari asosida birlashgan lisoniy birliklar tizimi paradigmalar deyiladi. Demak, paradigmalar bu bir lisoniy tartibda yotuvchi, vertikal chiziqda yotuvchi, bir-biriga ta'sir qilmagan birliklarga nisbatan aytiladi. Vertikal munosabatda bo'ladi bular. Sintagmalar esa bular gorizontal chiziqda yotuvchi birliklarga nisbatan, ya'ni grammatik birliklarga nisbatan ishlatilar ekan. Nutq birliklarining esa tanlanish asosida birin-ketinlikda birlashadigan, ya'ni bu sintaktik aloqa, sintagmalar haqida gap ketyapti. Birlashadigan hosillalari sintagmalardir. Ferdinand de Saussure'ning talqini bo'yicha sintagmatik aloqa avvalo til birliklarining yotiq chiziq bo'yicha o'zaro bog'lanish, munosabat hosil etishidir. Paradigmatik munosabatga ta'rif beramiz, xususiyatini izohlaymiz va misol keltiramiz. Ta'rifi: umumiy belgilari asosida birlashgan va bir-birini taqozo etadigan, ammo har bir o'ziga xos belgilari bilan boshqasiga qarama-qarshi turuvchi, bir vertikal chiziq ostida yotuvchi lisoniy birliklar tizimi paradigma deyiladi. Paradigmani tashkil etuvchi birliklar paradigma a'zolari deb yuritiladi. Ikkinchisi, xususiyati: paradigmada kamida ikkita a'zo va ular bir lisoniy sathga mansub bo'lishi shart. Bir paradigma a'zolari orasidagi o'zaro munosabat paradigmatik munosabat deyiladi. Uchinchisi, misolimiz: otlarning egalik affixlari orasidagi paradigmatik bog'lanishni ko'raylik. Paradigma qatorida 6 affix bo'lib, ularning har biri narsa buyumning shaxsga qarashliligi ma'nosi ostida birlashar ekan. Sintagmatik aloqaga ta'rif beramiz, xususiyatlarini o'rganamiz va misol aytamiz. Ta'rifi: sintagmatik aloqa avvalo til birliklarining yotiq chiziq, ya'ni gorizontal chiziq bo'yicha birin-ketin o'zaro bog'lanib munosabat hosil etishidir. Sintagmatik aloqa lisonda ham, nutqda ham mavjud bo'lar ekan. Xususiyatlari: sintagmatik aloqaga kirishish qobiliyati, ya'ni imkoniyati til birliklarida mujassamlashgan bo'ladi. Lug'aviy birliklarning o'zaro qo'shimchalilik munosabatlariga kirishishlari uchun ular orasida ma'no o'xshashligi, ma'no aloqadorligi, mantiqiy bog'lanish bo'lishi shart. Misol: temir qoshiq
birikmasini olaylik. Bunda qoshiq so'zi biror moddadan yasalgan narsani, temir esa shu moddani bildirib keladi. So'zlar ifodalagan ma'nolar orasida ham mantiqiy, ham ijtimoiy bog'lanishlar mavjud. Sintagmatik va sintaktik aloqa. Sintagmatik aloqa keng tushuncha. Sintagmatik aloqa barcha til birliklariga xos ketma-ket bog'lanish bo'lsa, sintaktik aloqa so'z va gaplarning hokim tobelik munosabatidir. Sintagmatik aloqaning bir ko'rinishidir. Boshqacha aytganda, sintaktik aloqa sintagmatik aloqaning bir ko'rinishi sanalar ekan. Iyerarxik munosabat, bu ta'rif beramiz. Til birliklari orasida paradigmatik o'xshashlik, sintagmatik qo'shimchalilik munosabatlari bilan bir qatorda pog'onali munosabat ham farqlanadi. Bunday munosabatda til birliklari o'zaro butun bo'lak to'lqinlar bilan bog'langan bo'ladi. Misol, leksik sathida o'simlik, daraxt, tol lug'aviy birliklari quyidagi iyerarxik munosabatda turadi. Tol anglatgan ma'no va tushunchasiga ko'ra daraxt, ma'no tarkibiga ko'ra daraxt esa o'simlik ma'nosi tarkibiga kirar ekan. Demak, lisoniy ziddiyati 3 ta turi bor. Noto'liq privativ, darajali gradual, teng qiymatli ekvivalent a'zolar orasidagi munosabatlarga ko'ra bo'linar ekan. Noto'liq ziddiyat, bu a'zolardan biri ziddiyat belgisiga ko'ra ijobiy, boshqasi betaraf munosabatda bo'ladi. Kuchli va kuchsiz a'zolari, ziddiyatning kuchli a'zosi barqaror bo'ladi, o'zgarmas bo'ladi, musbat alomatli bo'ladi. Keyin kuchsiz a'zosi esa nol belgisi bilan beriladi. Masalan, qo'chqor va qo'y leksemalarga murojaat qilaylik. Qo'chqor so'zining ma'no tarkibidagi erkaklik belgisi doimiy, o'zgarmas, musbat belgili bo'ladi. Qo'y so'zi esa urg'ochi qo'yni atab keladi, ya'ni kuchsiz a'zo hisoblanadi bu. Darajali va teng qiymatli ziddiyatlarda, darajali ziddiyatda a'zolari kamida 3 ta bo'lib, bir belgining o'sib borishiga ko'ra a'zolar qator hosil qiladi. Masalan, fonetikada unli fonemalar tilning ko'tarilish darajasiga ko'ra ziddiyat hosil qiladi. Teng qiymatli ziddiyatda ikki a'zo o'ziga xos xususiyatiga ko'ra qarshilantiriladi. Masalan, jarangli va jarangsiz undashlar, oq va qora, men va sen, ona va ota kabi bir-biriga qarama-qarshi ma'noli so'zlar birligi teng qiymatli ziddiyatda turadi. Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, ushbu taqdimotda biz ziddiyat turlari, munosabat turlarini bevosita o'rgandik. E'tiboringiz uchun rahmat. Darsimizni tomosha qilishda davom eting.